Ah, Xudoga shukr. Pikespeakga ham chiqib keldik oxiri. Oson ish emas ekan ommaviy tepaga chiqqanda вообще boshqa havo, boshqa kontinent bo'lib ketar ekan. Chidaydimikin desam, Xudoga shukr chidadi. Mashina ichida 5 ta odam bilan yana tepada kiyim hammasi bilan chiqdik. Hammaga tavsiya beraman. Kim Colorado kelsa, Denver kelsa, chiqsin. Faqat iloji bo'lsa ertaroq chiqib chiqsin, chunki to'xtatib, maza qilib tomosha qilib chiqadigan joylar ekan. Bizga masalan 5 soat vaqt ketdi. 5 soat, 6 soat. To'xtab biz maza qilib chiqdik. Yana hali biz eng cho'qqisiga doğru chiqolmadik. 16-siga doğru chiqdik. 16-mayl. 19 maylga borsa, o'zi 16-siga chiqdik. Maslahatim yozroqda kelish kerak ekan, mayda oxirlaridan sentyabrga doğru. Chunki qorlar erigan, xavf kamroq. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, xavfni ko'rasizlar, juda xavfli. Biz вообще qo'rqib kalimalar keltirib zo'rg'a tushib oldik. Orzu qilmay deb. Lekin alhamdulillah yaxshi chiqib keldik. Shu bilan bizni Pikespeakga chiqqan sayohatimiz tugadi. Xudo xohlasa nasib qilsa boshqa joylarga borganda ham o'zimiz uchun videoga olamiz. Kimga maslahat kerak bo'lsa, balki foydasi tegib qolar deb video olamiz. Biz endi sekin Jorjiyaga qarab ketamiz. Denverdan